Novostroyka 73 kvadrat, narxi esa 73 ming. Arzidimi yo'qmi? Assalomu alaykum. Sizlar bilan Muhammadjon Realtor. Mana shu kattagina detskiy xonasi, har bitta xonasiga trezasi bor, televizori bor, konditsioneri bor. Bolalar uchun yotoqxona, o'zini garderob, shkafi, dars qiladigan joy bor. Eng qizig'i, razdelni, banya, tualeti razdelni bo'ladi. Vanna, rakveni, oyna, sushilkalarigacha bor. Bu esa alohida unitazi bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu koridor tashqari taraf eshikdan kirib kelish, garderob zonasi bor va chap qo'lingizda kattalar uchun yotoqxona. Bu xonasiga ham televizori bor, do'stpani divan, o'zini garderob shkafi. Bu esa zal bo'ladi. Mana shahbozamchada zal bo'ladi, miyaqi mebel, televizor gap bo'lishi mumkin emas. Bu esa razdvijnoy oyna qilgan akamiz Novostroyka 6 qavatlik binoni 1-qavatda joylashgan. Arenterimiz Sagdiana 63-maktab. O'tirib yeydigan joyi bor, konditsioner bor. Mana shu yerga 6 metrlik veranda, katta panorama oyna, gaz plita, vitishka mana shu mebel qilgan, rakvenni kir yuvish mashinasi, xolodilnik ham bor. Kimga mana shu xona qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldiraman, so'rashni aloqa chiqing. Novostroyka 73 kvadrat, 73 ming, yana sunnatiga muvofiq ozgina savdosi ham bor.